Dunyodagi eng qimmat mashin qachon va nerede ishlab chiqarilganini bilasizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsangizlar bilib olasizlar. Dunyodagi eng qimmat mashin bu Rolls-Royce qayiq dumi bo'lib, Angliyaning Rolls-Royce kompaniyasining Goodwood degan zavodida yaratilgan. 2021-yil ilk marta omma e'tiboriga taqdim etilgan. Narxini bir taxmin etib ko'ringlar qani. Hozir ham narxini aytamiz. Sizni taxmin etgan narxingiz bilan bir xil bo'lmaydi. Avtomobilning narxi 28 million dollar bo'lib, bu narx mashinaning noyobligi, qo'lda yig'ilganligi va individual buyurtma asosida tayyorlangani bilan bog'liq bo'ladi. Bu avtomobildan dunyoda faqatgina 3 dona ishlab chiqarilgan. Har bir boy mijozni shaxsiy didiga asosan individual dizayn asosida yaratiladi. Orqa tomoni yaxta yo'nalishida bo'lib, u ochilganda ichidan piknik bar, soyabon, sun'iy idishlar chiqadi. Mashina ichki qismi esa qimmat deri, yog'och va oltin bilan qoplangan. Bu 12 dvigatelga ega. Siz shunning qimmat avtomobilni olishni niyat qilgan bo'lsangiz, videoga like bosib, do'stlaringizga ham videoni ulashib qo'yishni unutmang.